Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizlara Mercedes 210 mashina kelgan. Bu mashinada 211 na motor turibdi, ikkilik motor. Bu mashinaning motorida muammo bor. Golubki prokladka kuygan. Buni tuzatib berish uchun olib qo'yamiz. Qolganini video davomida yurib borasizlar. Golubki prokladkasi bo'ladi shu. O'rtasidan kuyib ketgan. Golubkin churik joylari bor ekan. Biz уже svarkilab churik joylarini to'g'ri shlifovka etganlik. Ishlaridan baholarasizlar. Hozir joyini bosamiz. Golubkasini bosib bo'ldik. Xudo xolasa suv oqto'larni solib mashina yoqib ko'ramiz. Suvni. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Endi birgalikda yoqib ko'ramiz mashinani. Bismillah. Işleti yaman emas. Aldırak ömeyinde ovoz bor. Shunday inomarki mashinalarning bo'lsa, qo'rqmay o'zlarimizga murojaat etaveringlar, ishlaringizni sifatlatib bajarib beramiz, xudo xolasa.